Zakasından puli bor yashaydi-da, puli yo'q qamalib ketadimi? Onajon o'rganga haqiqat yo'q. O'qishimni tashlab ketaman, ishlamayman deydi. 7 kishimiz 8 kishini hammasini uydan kelib olib ketyapti. Hech qaysini o'g'irlik ustida ushlamagan. Ularni farzandlari yo'qmi? Begunoh odamlar ko'p qamalgan. Urdimi dedim, astagina deb o'g'lim ayta olmaydi. Hozir ham ayta olmaydi dardini. Haqiqat qani? Qashqadaryoda umuman haqiqat yo'q. O'zbekistonda yashashni hojati qolmadi. Qanday har kuni ishga qarayman, bolam kirib keladimi deb. O'g'irlaganda ham kimga sotadi? Gilamni buxgalter aytyapti. Yo'q bizada o'g'irlik deyapti. Tashkilot aytyapti, yo'q deyapti. Yosh umri xazon bo'lyapti. 1 gram topsin, olib ketsin, javob bersin. Qani o'g'irlik, qani 7-8 kishini uyidan bir nima topsin, hammasi javob bersin. Aspekt 24 axborot agentligimizga Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidan murojaat arizasi kelib tushdi. Unga ko'ra biz manzilga yetib bordik. Aslida voqea qanday sodir bo'ldi? Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Mana shu o'g'lim Muzaffarov Faruq Qalandarovich 2023-yil 13-noyabrda ishlab turgan joydan asossiz ravishda ushlab ketilgan. Hatto bizga xabar ham berilmagan. 2023-yil 13-noyabr holatda o'g'lim ertadan ishga ketib, telefonlari o'chgan. Kechga borib telefon qilyapmiz, ishdan kelmayapti. Har kun soat 6 da ishdan kelish kerak edi. O'sha kun ishdan kelmadi. Telefon qilyapmiz, telefonlari o'chirilgan. Boshlig'i Rustam Suhrob, transport otdel boshlig'i Rustam Suhrobdan so'rayapman. O'g'lim qayerda deb so'rasam, men bilmayman deyapti. Men otpiskada edim deyapti. Vaqtinchalik o'rningizda kim desam, Tursunov Ozod deyapti. Tursunov Ozoddan so'rayapman, o'g'lim qayerda deyapman. Telefoni ham o'chirilgan. Topolmayapman deb so'rasam, o'g'lingizni bilmayman dedi. Men aytdim, qanday bilmaysiz? Ishxonaga borgan-ku. Nima uchun bilmaysiz? Meni o'g'lim mas'uliyatsiz yigit emas. Sizlarni buyruqlaringiz bilan ish qiladi. Bilib bering, hamma joy kamera ishxonalarda. Ularning ishxonasida biror inson kira olmaydi. Qaysida udostvoreniyat bo'lsa kiradi. Ularni quruqlovi kuchli. Keyin men bilmayman dedi. Zamidan so'radim. Shuhrat Shohruxdan so'rasam, u ham bilmayman dedi. Yana qaytib Rustam Suhrobdan so'radim. O'g'limni topolmayapman, yordam bering Suhrob. Siz bilasiz baribir, siz boshliqsiz, transport otdel boshlig'isiz desam, bilmayman dedi. Ancha qidirdim, topolmadim. Menga xabar bermadilar. 2 kun qidirdim. Ichki ishlarga bordim. O'g'lim bormi dedim. Yo'q o'g'lingiz dedi. Men qidirib boryapman. Pichir paydo bo'ldi. Milsaxonaga onasi keldi degan gapini eshitib qoldim. Men aytdim, onasi keldi deganingizga qaraganga o'g'lim shu yerda ekanda desam, yo'q dedi. O'sha yerga 1-2 qildim. 1-2 ham aytayapti-ku, o'g'ling ketgan bo'lsa keladi o'zi deyapti. 5:30gacha ichki ishlarning oldiga o'tirdim. O'g'lim bormi, topib beringlar deb. Keyin uyga keldim. Uyga kelsam 14-noyabr kuni erta bilan 6ga, o'zi 5:30ga keldim yerdan. 6ga kirib kelyapti order bilan. Uchastkovoylar, mahalla, hamsiyalar kirib kelyapti. Ha desak, eshigingizni oching, ochdik. Uylarimizni tintuv qilyapti, sandiqlarimizni, kissalarimizni ko'ryapti, nima qidiryapsizlar deb so'rayapmiz, javob bermayapti. Keyin aytayapti, o'g'lingiz neft o'g'irligida gumonlanuvchi sifatida olingan ichkariga deydi.
Nimaga bizga xabar bermadingizlar? Kecha erta bilan kecha yonlaringizda bordim, o'g'lim bormi deb so'radim. Yo'q dedingizlar-ku desam. Bizning buyrug'imiz shunaqa, biz buyruqni bajaramiz deyapti. Lekin o'g'lim bu yerda turmas edi. Katta o'g'lim bilan kelinimni ularni ham uyini titkaladi, hamma joyda ko'rdi. O'g'lim o'sha yerda bu yerda emas edi. Keyin hay mayli o'g'limni ko'rsatinglar, ko'ray. Neft o'g'irligida bo'lgan bo'lsa, qanaqa neft o'g'irligi? O'g'lim erta bilan ketadi. Soat 6dan keyin uyga keladi. Men doim kuzataman o'g'limni, bunaqa ishlar qilmagan desam, gumonlanuvchi sifatida deyapti. Kim o'g'limga ko'rsatma beryapti desam, Begimqulov o'lmas deyapti. Begimqulov o'lmas Yahyo o'g'li ruhiy kasalxonani dispanseriyasining D hisobida turar ekan. O'shani ko'rsatmasi bilan o'g'lim hozir 1 yil 7 oydan beri qamoqda yotibdi. Tashkilotda aloqa xatida tashkilot aloqa xati beryapti ichki ishlarga. Men bilmadim, men u qonuniymi, noqonuniymi? Tashkilotda aloqa xatida pechat yo'q. Bitta podpis bilan ketib boryapti. Tashkilotda rahbarlarni chaqirtiryapmiz. Bunda o'g'irlik sodir etilganmi? Desa tashkilotda odamlar boryapti. Birinchi instansiyada tergovda ham boryapti. Tashkilotimizda o'g'irlik bo'lmagan deyapti. Farruxga nisbatan qanday da'voyingiz bor, o'g'rimi, ushladingizmi, asos bormi desam, hech qanday asos yo'q. O'g'irlik paytida ushlamaganmiz. Biz Farruxni o'g'ri deb ham topmaymiz deyapti borgan xodimlar. Birinchi instansiyada glav injener bordi. Ulug'bek Rahimov. U birinchi instansiyani o'zida men tashkilotimda o'g'irlik ham yo'q, kamomat ham yo'q dedi. Keyin Nef Adil o'rinbosari Otamrod Sattorov bordi. Birinchi instansiyada kamomatimiz yo'q, o'g'irligimiz yo'q deb og'zaki aytyapti, yozma ravishda bermayapti. Da'vogar Olim Sharipov boryapti. U kishini ham xati she'rda o'zi ko'rsataman. Mana sanoat energetikani aloqa xati. Gilam buxgalter G'afurov qo'l qo'yib bergan. Vaqtinchalik direktor Bekkineyev. Chunki o'sha kun direktorda o'zi ham bo'lgan. Oqbo'tayev. Mana tablitsa. Tablitsada ham pechat ham yo'q, qo'l ham yo'q. Faqat glav injenerda telefon raqami bor. Hamma narsa oshkora bo'lyapti. Birinchi instansiyada ham bo'ldi. Apellyatsiya sudida hamma narsa ochildi. Begimqulov o'lmas Farruxga bergan ko'rsatmasidan tonni. Mana dedi, majburlab ko'rsatma berishga majburladi. Boshliqlarim dedi. Birinchi instansiyada ham aytgan edi. Apellyatsiya sudida ochiq oydin ismi familiyasini ham kimligini aytdi. Iltimosnoma ham kiritdi. Hozir Begimqulov iltimosnomasini o'qib beradilar, eshitasizlar. Birinchi suddan keyin apellyatsiya yozgan Begimqulov o'lmas. So'ng shuni o'qib beraman. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi apellyatsiya instansiyasiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan sudlangan Qarshi shahar 5-sonli tergov hibsxonasida saqlanayotgan Begimqulov o'lmas Yahyo o'g'li tomonidan iltimosnoma. Men jinoyat ishlari bo'yicha Muborak tuman sudi tomonidan 3-iyul 2014-yildagi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan sudlandim. Hurmatli sudlov hay'ati, men va boshqa sudlanuvchilarga oid jinoyat ishi materiallari bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ko'rsatilgan 1-moddasiga asosan jinoyat yoki ruhiy majburlash yoxud
Shunday majburlashni qo'llash bilan qo'rqitish natijasida ushbu kodeks bilan qo'riqlanadigan huquq va manfaatlarga zarar yetkazilishi, agar bunday majburlash yoxud qo'rqitish oqibatida shaxs o'z harakatlarini, harakatsizligini boshqara olmagan bo'lsa, jinoyat hisoblanmaydi. Men Begemqulov O'lmas Yahyo o'g'li bo'lgan voqealarni tavsiflab bermoqchiman. 2023-yil 13-noyabr kuni taxminan kunduzgi 10:00larda Rustamov Suhrob telefon qilib ishxonaga chaqirdi. Shundan so'ng men ishxonaga yetib borganimda boshlig'im Rustamov Suhrob ishxona darvozasi oldida kutib oldi va menga notanish bo'lgan odamlarga topshirib yubordi. Shundan so'ng notanish shaxslar Muborak tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. U yerga olib borishganida tashkilotimiz qo'riqlash boshlig'i Gulyamov Eldor Ravshanovich meni kutib oldi. Shunda men undan nima sababli bu yerga olib kelishganini so'rasam, men ichki ishlar xodimlariga tushuntirganimizni tasdiqlab tursang bo'ldi, biz seni olib chiqib ketamiz dedi. Shundan so'ng men uning gaplariga o'zim bilmagan holda aytilgan ismlarni tasdiqlab turdim. Men bu shaxslarni hech biri bilan neft masalasida gaplashmaganman. Sudlanuvchilardan Abdullayev Qahramon bilan bir marotaba dizel yoqilg'isi masalasida gaplashganman va unga bir marotaba dizel yoqilg'isi sotganman. Men Begemqulov O'lmas Yahyo o'g'li sudlanuvchi shaxslar bilan telefon orqali ham yuzma-yuz ham gaplashmaganman. Meni qilgan ishimda neft aloqador ishim bo'lmasa-da, men Gulyamov Eldor Ravshanovich qo'riqlash bo'limi boshlig'i meni ichki ishlar bo'limiga yolg'on ko'rsatma berishga majbur qildi. Yuqorida qonun talabiga asosan sizdan apellyatsiya instansiya sud muhokamasi jarayonida mening huquqlarim va qonuniy manfaatlarimni qonunda belgilangan tartibda ko'rib chiqishingizni iltimos qilaman. O'z qo'lima o'z so'zim bilan yozdim deb yozgan O'lmas Begemqulov. Shu boya tepada aytib o'tganimizdek, bu aytgan ismlar orasida meni akam ham borda, Yusupov Hamdam. Endi shu Begemqulov O'lmas gapi bilan akam ham hozir aybsiz aybdor bo'lib qamoqda yotibdi. Bu yerda jiyanlarim, akamning oilasi ahvoli og'ir. Endi ota-onam yoshi qarib qolgan. Xullas qiynalyapmiz-da. Shunga yordam berishingizni so'raymiz. Iltimos qilib. O'g'limni yashirin tarzda olib ketib 2023-yil 14-noyabrda uyimizga kelib, o'g'lingiz aybdor deyishlari. 2015-yil mayli, mana o'g'lim ko'rsatinglar deyapman, ko'rsatmayapti, advokat olib keldik. Endi o'g'limni ko'rsatish uchun advokat olib keldik. Haqiqatan ham shu ichki ishlarga ekanmi, yo'qmi deb advokat bilan keldik. Advokat kirib ko'rdi, haqiqatan o'g'lingiz shu yerda ekan dedi. Keyin bular o'shanda ham bizga ko'rsatmadi-da, yopiq sud qilib o'g'limni yashirincha ravishda ehtiyot chora gumondor qilib olib ketdilar. Biz ko'ra olmadik. 2015-yil 2023-yil 15-noyabrda yopiq sud qilib Shahobiddin Hasanov degan sudya sud hukmi o'qib qamoq jazosi belgiladi. Ehtiyot chora sifatida. Keyin advokatimiz 72 soat mobaynida apellyatsiya kiritdi. O'sha apellyatsiyani o'qib bermoqchiman. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat apellyatsiya sudi hay'atiga deb O'zbekiston Respublikasi JKning 169-moddasini 4-qismini A bandi bilan va 255-moddasini 3-qismini B bandi bilan ayblangan Muzaffar Faruq Qalandarovichning himoyachisi advokati Quvvatov Erkin Yo'ldoshovich tomonidan shikoyat. Muborak JB Muborak tuman sudining 2023-yil 15-noyabr kunidagi qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlash to'g'risidagi ajrim yuzasidan mazmuni shundan iboratki, himoyam ostida bo'lgan Muzaffar Faruq Qalandarovich dastlabki tergov organi tomonidan JKning 169-4-qismining A bandi va 255
moddaning 3-qismi B bandi bilan ayblov qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Muborak tuman sudining 15-yil noyabr 2023-yildagi ajrimi bilan Muborak tuman prokurorining iltimosnomasi qanoatlantirib, Muzaffar Faruq Qalandarovichga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Sudning ajrimidan quyidagilarga ko'ra noroziman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumuning sudga qadar va ish kiritish bosqichida qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini sud tomonidan qo'llanishi to'g'risidagi qonunning 4-bandida agar quyidagi holatlar biri mavjud bo'lsa, ayblanuvchi, sudlanuvchi, tergov va suddan yashiringan, ushlab turilgan, gumon qilinuvchining shaxsi aniqlanmagan, ilgari qo'llanilgan ehtiyot chorasi ayblanuvchi, sudlanuvchi tomonidan buzilgan, ushlab turilgan, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi O'zbekiston Respublikasi doimiy ish joyida ega bo'lmagan, jinoyat ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni o'tash davrida sodir etilgan hollarda qo'llanishi mumkinligini ko'rsatilgan. Himoyam ostidagi Muzaffar Faruq Qalandarovich dastlabki tergov davomida tergov va suddan yashirinmagan, shaxsi aniq, doimiy yashashi va o'qish joyi hamda Muborak shahar 7-mikrorayon tumanida joylashgan sanoat energetik guruhida transport mexanik vazifasida ishlab kelmoqda, muqaddam sudlanmagan. Ko'rinib turibdi, Muzaffar Faruq Qalandarovichni qamoqqa olish uchun Oliy sud plenumining qaroriga ko'rsatilgan asoslar mavjud emas. Garchi iltimosnoma muhokama qilinish jarayonida ayblanuvchining ayblik masalasi ko'rib chiqilmasdan, apellyatsiya sudlov hay'atining e'tiborini yana bir holatga qaratmoqchiman. Jinoyat ishida ayblanuvchi Begimqulov O'lmasni ziddiyati bo'lganligi va uning tasdiqlanmagan ko'rsatuvlarni ayblanuvchiga qo'yilgan aybi, epizodlari aloqador bo'lmagan, voqea sodir bo'lgan joyda bo'lmaganligi, sanoat energetika guruhida transport mexanik vazifasida ishga xizmat vazifasida bevosita o'zi mustaqil ish bajara olmaydi. Transport bo'lim boshlig'i Suhrob Rustamovning buyrug'ini bajaradi. Bajargan barcha ishlarni tashkilotning kompyuterida tushirib boriladi. Surishtiruv jarayonida neft mahsulotlarida Muzaffar Faruq tomonidan o'zlashtirilgan, talon-taroj qilingan to'g'risidagi yetarli dalil hujjatlarga mavjud emas. Dastlabki surishtiruvlar gumonlanuvchilar Muzaffar Faruq tomonidan gumonlanuvchilar tanimasligi, ular bilan birga biror ish qilmaganligi, tushuntirish holatlari va ko'rgazmalarda uning tanimasligi, faqatgina tashkilotda haydovchi bo'lib ishlagan Begimqulov O'lmas unga qarshi ko'rsatma bermoqda. Uning ko'rsatmasi ishonchga sazovor emas. Manfaatdor bo'lgan holatlarni ham javobgarlik masalasida kutilishi uchun Muzaffar Faruqga qarshi ko'rsatma bermoqda. Bir kishini ko'rsatmasi bilan jinoyat ishiga aniqlik kiritib bo'lmaydi. Haqiqiy holatni aniqlash uchun Muzaffar Faruq tushuntirish va ekspertiza tayinlash, neft mahsulotini qancha zarar yetkazilganligi to'g'risida faktlarni ko'rsatish uchun ehtiyot chorasini o'zgartirish lozim bo'ladi. Shuningdek, Muzaffar Faruq Qalandarovichga hozirgi kunda talaba ekanligi, muqaddam sudlanmaganligi, doimiy yashash joyining aniqligi, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini O'zbekiston Respublikasi JPKning 249-moddasiga asosan garov qo'llashga o'zgartirish lozim bo'ladi. Dastlabki tergov organ yuqoridagi holatlarni inobatga olmasdan shoshma-shosharlik bilan Muzaffar Faruq Qalandarovichning JK 169-moddaning 4-qismini A bandi bilan va 255-moddaning 3-qismini B bandi bilan ayblov e'lon qilib, Muborak tuman prokurori tomonidan unga qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llash to'g'risidagi iltimosnoma kiritilgan deb hisoblayman. Yuqoridagilarni inobatga olib, sizdan JB Muborak tuman sudyaning ajrimini bekor qilib, qamoq bilan bo'lmagan boshqa ehtiyot chora tayinlashingizni, Muborak tuman prokurorining iltimosini rad etishning to'g'risidagi ajrim chiqarishingizni so'rayman deb advokatimiz murojaat qilgan. Lekin bu murojaatni Shahobiddin Hasanov inobatga olmadi. O'g'limga nisbatan
umuman asosi yo'q. Bitta Begimqulov o'lmasdi ko'rsatmasi. Begimqulov o'lmas, mana kasallik varaqalari. Men o'sha tergov jarayonida ham tergovchiga aytganman. Begimqulov o'lmas, ruhiy kasalxonaning psixoterapik bansani D hisobida turar ekan. Mana bu Muborakniki, oblastniki, respublikaniki. Unda kinishka ham bor ekan, pensionni kinishkasi bor ekan. U 2012-yildan beri D hisobda turar ekan, tug'ma kasal ekan. Tergovchiga men shuni taqdim etganman. O'shandan keyin ekspertiza tayinlangan. Ekspertiza xulosasida mana bergan, doktorlar ham o'lmasdi, kasal deb bergan. Mana Begimqulov o'lmasdi, ko'rsatmasi. Tergovchi tergov jarayonida neftni o'g'irligi haqiqatdan aniqlash uchun Xadicha Sulaymonovaga ekspertiza tayinlatgan. Xadicha Sulaymonova mana ko'rib turibsiz, mana bu yerda ekspertiza xulosalari. Neft o'g'irligini aniqlashda imkoni bo'lmadi deyapti. Chunki neft o'g'irligi bo'lmagan. Tashkilot beryapti 42 kun mobaynida 1-oktyabrdan 12-noyabr holatigacha o'g'irlik bo'lgan. Har kuni o'g'irlik bo'lgan deyapti. Bu o'g'irlik 345 tonna 940 kilogramm deyapti. 2 milliard 308 ming 864 so'mni tashkil etadi deyapti. Buni Xadicha Sulaymonova aniqlashda imkoni yo'q degani. Tashkilotda har kun 2 soatlik hisobot bor, kunlik hisobot bor, 10 kunlik hisobot bor, 20 kunlik, 1 oylik hisobot bor. Invertizatsiya o'tkazish kerak ekan. Shuni sudga biz aytyapmiz. Advokatlarimiz murojaat qilyapti. Nima uchun 10 kunda bilmadingiz, 20 kunda bilmadingiz, 1 oyda bilmadingiz, mana 42 kunda bilyapsiz desa, tashkilotda neft otdel o'rinbosari Sattorov aytyapti. U kamomat qayerdan kelgan deganda Sattorov aytyapti-ku, bizada turbalarning yorilishi natijasida, mana turbalarning yorilishi natijasida deyapti, parif bo'ladi, parif. Mana turbalar eski. Mana neft oqayotibdi. Shularning natijasida kelgan kamomat deyapti. Buni nima uchun kamomat deb beryapsiz deganda, menga Eldor Gulamov shuni kamomat deb berasan deb aytdi deb aytyapti-da. Faqat og'zaki aytyapti. Moliya balansingizda kamomat bormi deb so'raganimizda, moliya balansimizda kamomat yo'q. Haqiqatan ham kamomat yo'q deb beryapti-da. Mana da'vogar boryapti. Olim Sharif. O'zi yerda edi qog'ozda. Mana Olim Sharifov. Siz savol beryapsiz tergovchi. Men o'qib beraman qisqa qilib. Tashkilotda da'vogari Olim Sharipovni tushuntirish xati. Sanoat energetika guruhi MCJHKning Qarshi Muborak HK yuristi lavozimida 2021-yildan buyon ishlab kelmoqdaman. 2023-yil 17-iyul kuni GD 00161 sonli ishonchnomaga asosan ishni olib borishga menga ishonch bildirilgan deyapti. 2023-yil 12-noyabr kuni soat taxminan 5 larda deyapti. Noma'lum shaxslar Sanoat energetika guruhi MCJ Muborak HK tegishli bo'lgan Shimoliy O'rtabuloq konidan keladigan metal quvurning 70-kilometrda shikast yetkazib, unga ventil qo'yib, quvurga noqonuniy ulashib olinib, tashkilotga jami 345 tonna 940 kilogramm neft mahsuloti o'g'irlik yo'li bilan talon-taroj qilingan deyapti. Savol beryapti tergovchi. Aytingchi, noma'lum shaxslar tomonidan 345 tonna 940 kilogramm tonna neftni mahsulot o'g'irlangan deb aytasizmi? Ushbu tonna qanday hisobladingiz deyapti. Javob. Olim Sharif da'vogar aytyapti. 2023-yil 13-noyabr kuni Sanoat energetika guruhi MCJHKning Muborak HC direktori, vaqtinchalik direktor Bekkineyev va bosh hisobchi Ismoil G'afurovning xatiga asosan hamda ilova qilingan jadvalga ko'ra deyapti. 2023-yil
1-sentyabr kundan hozirgi kunga qadar jami 345 tonna 940 kilogramm tonna neft mahsuloti o'zlashtirilgani aniqlangan. Sizda ushbu noma'lum shaxslarni topib, tashkilotga yetkazilgan zararni qoplashga hamda aybdor shaxslarni topib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman degan. Savol tergovchi beryapti. Men yuqorida ko'rsatuvlarim o'zimning xushimda va o'z xohishim bilan berdim. Men hech qanday yuqorida ko'rsatuvlar berishga majburlashgani yo'q deyapti. O'zi da'vogarni o'zi ham bilmaydi. Neftni qancha yo'qolganini, kim o'g'irlaganini bilmaydi. Sudda ham savol berdik unga. Muzaffar Faruq Qalandarovni taniysizmi? Neft o'g'riligida ushladingizmi desa, men yo'q, bilmayman. Men Faruqni ham tanimayman, neft o'g'rilik bo'lganmi, bo'lmaganini ham bilmayman. Faqat mana shu Bekkineyev bilan gilam buxgalter Ismoil G'afurovning xati orqali da'vo qilib kelyapman dedi. Endi o'g'rilik bo'ldi deyapti. Mana bu yerda hamma mana shu deloni ichidan olganmiz. Biza nima qilmaganmiz? O'sha tergovchi olgan deloda qo'riqlov xizmatining boshlig'i Elbek Xudoyberdiyevni shu supervizor ekan ular. Va aytayapti, 2020-yil yanvar holatda ishga kelgan bo'lsam deyapti. Shu kunga qadar 2023-yil 13-noyabr holatda biror marta o'g'rilik bo'lmagan tashkilotimizga deyapti. Har bir qo'riqlov axranalarni ham tushuntirish xati borda. Hech biri 15 kunda almashamiz deyapti qo'riqlov xizmat. Bironta o'g'rilik sodir etilganini ko'rmadik deyapti. O'g'rilik sodir etilmadi deyapti. Sizlardan iltimos, mana shu o'g'lim Muzaffar Faruq va boshqalarga, Hamdamga, Og'abekka nisbatan nohaqlik bo'layotgani uchun amaliy yordam berishlarini so'rayman. Bu yerda mana hozir biza tashkilotda moliya balansini advokatlarimiz birinchi tergov jarayonida bo'lgan Quvvatov Erkinam iltimosnoma kiritgan tashkilotga moliya balansingizni bering deb, apellyatsiya sudida qatnashgan Sherif Azamatam moliya balans so'ragan. Hozirgi advokatimiz ham so'radilar, apellyatsiya sudida ham, hozir taftish instansiyasi ham so'rayaptilar. Achram qayerga ketdi? Kulmang. Bu hammani ham telefondan gaplashtiraylik, u yoqqa gaplashtiraylik. Yo'q, oldin menda ruxsat bor edi. Boshlatingizmi? Birinchi instansiya sudida ham Begimqulov Odil nohaq hukm o'qidi. O'g'limga nisbatan biron bir ayblov ko'rsata olmadi. 8 yil qamoq jazosi berdi. Isbot yo'q, dalil yo'q, ashyoviy dalili o'zi yo'q. 8 yil hukm o'qidi. Shundan so'ng o'g'lim apellyatsiya instansiyasiga ariza yozdi. Apellyatsiya sudi boshlandi. Apellyatsiya sudida ham hamma narsa oshkora bo'ldi. Hatto ko'rsatma bergan Begimqulov o'lmas ko'rsatmasini qaytarib oldi Faruqdan. Meni majburlashdi, Faruqga nisbatan ko'rsatma berdi va aytdi deb boshliqlarni aytdi hozir iltimosnomaga kiritgan odamlar. Uni eshitdingizlar. Begimqulov o'lmasdi o'zi mana kasalliklari. Buni men taxlamadim. Xohlasangizlar, o'qib ber desangizlar, o'qib beraman. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Qashqadaryo viloyat 32-sonli psixotrop nogironlik to'g'risida ma'lumotnoma 260-836 raqamli. Begimqulov O'lmas Yahyo o'g'li 1992-yil 6-iyulda tug'ilgan. Kasbi yo'q. Ko'rik qayta 2-guruh nogironi. Bola tug'ma nogiron.
psixoterapevt vrach nazorati tavsiya etiladi degan. Mehnatga faoliyati cheklanganligi, 2-daraja guruh nogironligi, birovga xizmat ko'rsatishga, o'zini o'zi band qilishi mumkin, birovga xizmat ko'rsata olmaydi. Javobgar ishlagan mas'ul emas. Mana birinchi sonli viloyat birinchi sonli kasalxonasi bergan. Bu pensionni kinishkasi. Bu ham birinchi sonli kasalxona bergan. Bu rayon kasalxonasi bergan. Hozir mana shu Begimqulov o'lmasdi ko'rsatmasi bilan yosh o'g'lim umri xazon bo'lib qamoqda yotibdi. Majburlab bo'yniga qo'ymoqchi bo'lyaptilar. Ayblovda. Apellyatsiya sudi raisi Boboqulov Hamid aka, Nurbek Abdullayev nohaq hukm o'qidi. O'g'lim aytayapti, shuncha narsa oshkora qilib berdim, menga asos ko'rsatib bering desa, sen qilgansan deyapti. Qilgansan deb hukmni o'qib qochib ketib boryapti. Menga isbotlab bering, ko'rsatib bering deyapti, o'g'lim aytayapti. Nimaga nohaq hukm o'qiysiz desa, zaldan qochib chiqib ketib boryapti. O'g'lim davlatga qarshi chiqqani yo'q, o'g'irlik qilgani yo'q. Bir kambag'al oilamiz biza. 3 ta bolamni shartnoma kontrakt asosida o'qitaman. O'g'lim 5-kurs talabasi edi. O'zi uyimiz kredit. O'zi kontrakt to'laymiz. Bolalarim ishlamaydi boshqa. Qizim ishlamaydi, katta o'g'lim ishlamaydi, kelinim ishlamaydi. Bitta shu o'g'lim ishlar edi, buni ham qamab qo'ydilar. Iltimos prezidentim, mana shu so'zlarimni eshitsangiz, menga amaliy qonuniy yordam bering. Nohaqliklar bo'lib o'g'lim qamalib ketyapti. Yosh umri xazon bo'lyapti. Hali uylanmagan. Uylanadi degan vaqtga yetib qamab qo'yaptilar. Bu to'yi bo'lish kerak edi. Sudlarga shunchalik oshkora bo'lyapti, ham sudlar hukm o'qiyapti. Apellyatsiya sudi ham 8 yil hukm o'qiyapti. Asos ko'rsatib bera olmayapti. Tashkilotdan borgan iqtisod buxgalteri Ko'chim Mansur bor. Advokatlar savol berdi. Tashkilotingizda moliya balansida kamomat bormi dedi. Yo'q dedi. Yo'q bo'lsa nima uchun bu qamalyapti desa, men bilmayman deydi. Hammasi bilmayman deb qutulyapti. Tashkilot rahbarlari. O'zim murojaat qilib bordim bir necha marotaba. Oqbo'tayevga ham bordim. Toshkentdagi ofisiga ham bordim. Gilam buxgalteri bilan gaplashdim, yuristi bilan gaplashdim. Tashkilotimiz moliya balansimizda kamomat yo'q. Kamomat bo'lsa ko'rinardi deydi. Kamomat yo'q bo'lsa, o'g'irlik yo'q bo'lsa, o'g'lim nima uchun qamaladi? Bitta aqli norasoli gapi bilan qamaladim asossiz. Iltimos, prezidentim yordam bering. Ijtimoiy tarmoqqa chiqarishga majbur bo'ldim. Juda ko'p xat yo'lladim. Sizga yetib bordimi, yo'qmi bilmayman. 1 yil 7 oydan beri o'g'lim qamoqqa. Men uchun borgan eshiklar yopilyapti. Sababini tushuna olmayapman. Nima uchun? Shuncha haqiqat ochilyapti, lekin hech kim eshitmayapti. Juda ko'p joylarga murojaat qildim. Prezident qabulxonasiga 3 marta bordim. Prezident qabulxonasining boshlig'iga ham uchrashdim. Prokurorlarga ham uchrashdim. Ichki ishlarga ham, sog'liqni saqlash vaziriga ham, Oliy sudga ham, hamma joyga murojaat qildim. Davlat xavfsizligiga ham uchrashdim. Bir necha marotaba murojaat qildim. Ombudsmanga ham murojaat qildim. Xotin-qizlar raisiga ham murojaat qildim.
Qashqadaryo viloyat davlat xavfsizligi, Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga, hokimiyatiga, hamma joyga murojaat qildim. Hech kim eshitgani yo'q. Bir xil narsa. Baribir hukm o'qilyapti. Hozir taftish instansiya sudi boshlangan. Taftish instansiya sudiga gilam buxgalterni chaqirtirdik. Transport otdeli boshlig'i Rustam Suhrovni chaqirtirdik. Yana o'sha Sattorov bordi. Buxgalter men qo'l qo'yib berganman, lekin vazifamga kirmaydi deydi. Qanday vazifasiga kirmaydi? Kamomat bor deb beryapsiz-ku. Javob bering, qani moliya balansingizda kamomat bormi desa, yo'q, kamomatimiz yo'q deydi. Nimaga qo'l qo'yganini o'zi bilmaydi. Rustam Suhrovga savol berdim sudda. Siz o'sha kuni Farruxni qayergaligini bilarmidingiz desam, bilardim deydi. Nima uchun men so'ragan vaqtim bilmayman deb aytdingiz desam, uni deganim yo'q deydi. Men aytdim, dedingiz-ku, men 2 kun qidirdim, balamni topa olmadim. Desam, sudda bor boshqacha gapiryapti. Ikkinchi sudda kelsin desa, ikkinchi sudda bormayapti. Chaqirilgan odamlar bormayapti. O'lmas Suhrob Rustamov bilan Eldor Guliamovning ishi bu deb aytayapti. Eldor Guliamov sudga bormayapti. Sudlarimiz chaqirtira olmayapti. Nimaga bilmayman. Taftish xulosasiga tikilgan ekan. Chunki invertizatsiya degan narsa bor dedi o'g'lim aytdi. Har 10 kunlikda invertizatsiya o'tkazamiz. Chunki ularda men qatnashishga majburman. Texnikalarni beraman. Texnikalar qachon kelib garajga turadi, shofyorlar joy-joyga boradi, o'shangacha mas'ulman. Shuning uchun bilaman invertizatsiyani dedi-da. Mana invertizatsiya degan narsa mana bunaqa bo'lar ekan. Har 10 kunlikda invertizatsiya bo'lar ekan. Kamomat bormi, o'g'irlik bormi, nima bo'lsa, shunda chiqilar ekan. Dalolatnoma tikilar ekan. Shuni o'g'lim taqdim etsa, taftish instansiyani xulosasiga orqasiga tikkanlar. Taftish instansiya mana bo'ldi. Taftish instansiyaga mana shuni orqasiga tikkanlar. Chunki bu apellyatsiya sudida chiqyapti-da taftish instansiya. Birinchi instansiyada taftish xulosasini ko'rmadik biz. Shuncha surishtirib, olaylik dedik, bermadi. Bunda ham kamomat ko'rinmayapti-da, 23 tonna kamomat ko'rinyapti. Uni ham neft otdeli boshlig'i o'rinbosari Sattorov aytayapti. Mana turbalarimiz korroziyaga uchragan sababli xarif natijasida kelib chiqqan kamomat deyapti. Mana shu yerda ham yozib ko'rsatgan. Endi o'zlaringiz xulosa beringlar. Bu neft o'g'irlab, borib turbani teshib olgan vaqtida, masalan, biror bir sabab ko'rsatilishi kerak-ku. Yolg'on xabar ham tarqab ketdi o'sha payt televideniyaga. Mana chiqarilgan xabar. Qashqadaryo viloyatida haqiqat yo'q. Sudyalarda ham haqiqat yo'q. Tergovchida ham, prokurorga ham, advokatlarga ham. Hech qanaqa. Meni 2005-yil o'g'limni uydan olib ketyapti 9:30 ga. Uchastkavoy kelyapti-da, to'yda shunaqa narsa bo'lgan deb yolg'on nima qilib olib ketyapti. Kechasi o'g'lim 2 da telefon qilyapti. Ayajon, yaxshiman deyapti. Qayergasan? Shu yergaman. Urdimi seni? Urdi deyapti. Nima uchun urishga haqqi bor? Isbotli, sababli olib ketsin. Nimani o'g'irladi? Bu kunisiga order bilan kelyapti, qo'shinlar bilan kiryapti uyga. Hech narsani topa olmayapti. Qani topsin, 1 gram topsin, olib ketsin, javob bersin. Qani o'g'irlik, qani 7-8 kishini uyidan bir nima topsin, hammasi javob bersin. Lekin qani haqiqat qani? Sudyalar o'qib tashlanyapti. Qani? Bu yoqqa korrupsiya bo'lyapti. Hech kim quloq solmayapti. Nima uchun? Sabab. Prezident iltimos sizdan yosh bolalar qamalyapti. Erta O'zbekistonga qanaqa inson bo'lib chiqadi ular? Ichkarida har xil odamni ko'ryapti. Ichkarida har xil holat bo'lyapti. Men bilaman, hech kim bilmaydi. Boshiga tushsa biladi. Kim bu zakaz bilan tiqqanlarni toptirsin. Managa ashu dalil olib kelsin. Ana 345 tonna yukni ham nima qilsin? Glavni buxgalter aytayapti. Yo'q bizada o'g'irlik deyapti. Tashkilot aytayapti, yo'q deyapti. Kimdan so'raylik? Yuristdan so'rang, yurist yo'q deyapti. Kimdan so'raylik? Ichki ishlardan deydi. Biza kimgacha boraylik? Qayergacha boraylik? 2005-yil balam 1 yil 7 oydan beri yotibdi. Men nima qildim deydi.
Uyimdan topsin edi, 1 gram o'g'lim kerak bo'lsa javob bersin edi. Qani? O'zbekistonda iltimos sizlardan qonuniy amaliy yordam berishlarini so'rayman. Erta O'zbekistonga ular qanaqa odam bo'lib chiqadi? Nafratlanadi, tamom. Boshqa narsa bo'lmaydi. Hammasini zvoniyasi ko'tarilishcha managa qoralab, dilo papka qilib tashayapti. Ehtiyot bo'ling, qo'rqing. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Sudyalar hammasi o'qiyapti, faqat o'qiyapti. Hamma narsani Farruh isbotlab beryapti. O'lmasdi, nimasi bilan nima? Ha, o'lmasam tan oldi. Ikkita akasi kiryapti-da, akalar gapini tan olyapti. Toj aka, advokat o'lmasdi, advokat aytayapti-ku, kiryapti-da oldiga, sen akalarni aytganini qilgin deyapti. Akalarni aytgani o'lmas, qilib turish kerak ekan, uni 2 oyda chiqarib olar ekan. Ha? Kim? Rustamov, Suhrob, Gulyamov, Eldor. Ular yigit mana bu yerda begunohlar o'tiradimi? Erta qanday inson bo'lib chiqadi? O'zbekistonga chiqib ketish kerakmi? Haqiqat qani? Qashqadaryoda umuman haqiqat yo'q. Iltimos sizlardan yordam beringizlar. O'zbekistonda yashashni hojati qolmadi. Erta bola qanday? Har kuni eshikka qarayman, bolam kirib keladimi deb. Yo'q. Aybi bo'lganda mayli edi. Uyimdan bir nima topganda ham mayli edi. Qani? Tashkilotni surishtirsin, tashkilotga qarasin. Nima uchun qaramayapti? Turbalar yorilgan deyapti, yerga singib ketyapti, 2 metr chuqurlikdan deyapti. Qora quyqa narsa deyapti. Qani? Uyimdan 1 gram topsin, o'g'lim kerak bo'lsa javob bersin. Haqiqat yo'q. Yo'q, Qashqadaryoda haqiqat yo'q. O'zbekistonda ham yo'q. Haqiqat bo'lganda birinchi instansiyada bo'lardi, ikkinchisida bo'lardi. Yo'q, mana taftishda ham yaxshi olib ketilyapti, lekin ikkinchisida nima deyapti? Muzokaraga kiramiz deyapti. Bu sudyalarni ham sotib oldimi? Kim sotib olyapti? Korrupsiya. Faqat Qashqadaryoda korrupsiya bo'ladi. Kim qaraydi bunga? Javob bering. Mana o'g'lim bilan oshnasi kirgan edi, mana bu chiqdi. Meni o'g'limchi? Oluvchi odam bor. U chiqib ketyapti. Hammasi pul bilanmi? Biz qayerdan topaylik? Biz korrupsiya qilmoqchi emasmiz. Iltimos, prezident, yordam bering. Qashqadaryo xalqiga yordam bering. Nohaqlik ko'p bo'lyapti. Gazni oldiga turib, biz faqat gazni hidini hidlaymiz. 345 tonna 940 kilogramm degan narsa kam narsa emas. Ular qanday uni o'g'rilik qiladi? Bir xulosa ham qilish kerak-ku. 345 tonnani o'g'irlagancha tashkilot qarab turmaydi-ku. Qo'riqlov xizmati nima qildi? Rahbarlar nima qildi? U kelib tushayotgan o'sha neftni quyish estakadasidagi rahbar nima qildi? Nima uchun kam kelyapti deb qiziqmadim. Nima uchun invertizatsiya o'tkazmadi? Beryapti rahbarlar, biz invertizatsiya o'tkazyapmiz deyapti. Lekin tergovchi buni inobatga olmayapti, sudyalar inobatga olmayapti. Haqiqat ochilyapti. Biz invertizatsiya har 10 kunlikda, 20 kunlikda, 1 oylikda o'tkazamiz. Tashkilotimizda kamomad bo'lgan yo'q. Bo'lganda biz yuqori turuvchi organlarimizga xabar berardik. O'zimiz hal qilardik deyapti. Mana bu kishi aytib o'tganday xavfsizlik xizmati gapi bilan shu ish boshlarini deyapti-ku. Hozir tergovchi O'lmas Ashurov, xavfsizlik xizmati rahbari Eldor Gulyamov aytgan bo'lsa, Eldor Gulyamovni supervizori Elbek Xudoyberdiyevmi familiyasi shu kishi aytayapti, tashkilotda o'g'rilik yo'q deyapti. Endi buni qanday tushunamiz? Birov o'g'rilik bo'ldi deyapti, lekin ko'rsatib bera olmayapti. Lekin xavfsiz rahbarlari, mana qo'riqlov xizmati rahbari, qo'riqlov xizmatlari bo'lmadi deyapti. Bo'lganda biz chora ko'rardik deyapti. Ular haqiqatdan ham har 2 soatlik piyoda yuradi, mashina bilan yuradi. Qo'riqlov xizmati juda kuchli. Dronlar bilan har 4 soatda dron uchiradi ular. Unda o'g'rilik qanday bo'ladi? Kameralar bor. Yana shuki, o'sha turbani ustida bo'lsa signalizatsiya chalinadi. Begona mashin bo'lsa signalizatsiya chalinadi. Bu qanday o'g'rilik sodir etiladi? Balkim o'zlarining qo'li bordir. Unda meni o'g'lim o'g'rilik qilgan bo'lsa, bu kishining o'g'li o'g'rilik qilgan bo'lsa, unda
Ahranalarni qo'li bo'lmasa, bular o'g'irlik qila olmasa kerak. Chetdan hech kim o'g'irlik qila olmaydi. Nima uchun ahranalar javob bermaydi? Ahranalar tushuntirish xati beryapti, o'g'irlik bo'lmadi deb. Tashkilot rahbarlari kelyapti, tashkilotimda kamomat yo'q deb. Moliya balansni bermayapti, shaxsiy korxona emish. Shaxsiy korxona bo'lsa, nima uchun o'g'irlikni ko'chaga da'vo qilib chiqdi-ku? O'zi hal qilsa bo'lmasmidi? Xavfsizlik xizmati bor ekan, qo'riqlov xizmati bor ekan. Nima meni balam javob berish kerak, majburman. 7 kishimiz 8 kishini hammasini uydan kelib olib ketyapti. Hech qaysini o'g'irlik ustida ushlamagan. Majburlab qo'yapti. Urdimi dedim, ha, astagina deb o'g'lim ayta olmaydi. Hozir ham ayta olmaydi dardini. Nima uchun uradi? Nima haqqi bor? Ha, ularning farzandlari yo'qmi? Har sudga borganimizda haqiqat ochiladi. Lekin hukm o'qishidan qo'rqamiz. Hozirgi taftish instansiya bo'lyapti. Bundan ham qo'rqamiz. Haqiqat ochilib turibdi, lekin hukm boshqacha o'qiladi deb qo'rqamiz. Meni o'g'limni 3 oy ko'rsatmadi. Boshida 3 oy ko'rsatmadi, chunki ko'p azoblar bergan o'g'limga. Shuning uchun meni ko'rsattirmadi. 1 yil 2 oy C5da turdi. Keyin ko'rishga borardim. Menga vakolat berilgan edi. To'g'ridan to'g'ri birga suhbatlashishga yonida o'tirib. Lekin o'shani ham taqiqlab qo'ydi. Oynadan qo'ydi. 2023-yil 14-noyabr kuni kechga advokatimiz bilan kelib o'g'limni ko'rish uchun Muborak ichki ishlarga kirdik. Ruxsat berdi. 1 minutmi, 2 minutmi ruxsat berdi, faqat qorong'ida. O'shanda aytayapman, o'g'limni bo'ynida qora narsa ko'ryapman, qorong'i, yo'riqqa chiqaylik desam, ichki ishlar qo'ymayapti. Bo'ynida qora narsa ko'ryapman. Nimaga bunday bo'ldi deb savol beryapman. Balam javob bera olmayapti, chunki tepasida ichki ishlar turibdi. Advokatga aytdim, qarang, nima bor bo'ynida desam, advokat ham gapira olmayapti. Shunchalik taqiq bo'ldiki, advokatga aytdim, o'g'limni tekshirtirishga iltimosnoma kiriting, balamni ekspertiza qildiraylik desam, qila olmadi. Hozirgacha ham qila olganimiz yo'q. Lekin iltimosnoma kirita olmadi. Tashkilotda balanslarni olishda, agar o'g'irlik bo'lgan bo'lsa yoki kamomat bo'lsa, qaysi hisobda, qaysi счетda turganligini haqida iltimosnomani kiritdi, lekin tashkilot bermadi. Hozirgacha ham bermayapti. Sud murojaat qilsin deyapti. Buni sudga aytdik, kechagi taftish instansiyaga aytdik. Apellyatsiyaga ham aytgan edik. Moliya balansni oling dedik, lekin sudya Vobxolov Hamid aka olmadi moliya balansni. Nurbek Abdullayev faqat bir tomonlama ko'rdi. Prokuror hamma narsani rad etadi. Nurbek Abdullayev ham qoralaydi, iltimosnomasini qanoatlantirmaydi. Qanoatlantirilsa, qanoatlantirilmasa, o'g'lim hamma haqiqatni aytdi. O'lmas bilan Farruh haqiqatni ochib berdi. Mayli, o'lmasni ko'rsatmasi bilan o'lmas sog'lomam deb o'ylaylik. Sog'lom bo'lsa, o'g'limga ko'rsatma berdi, o'g'lim qamalyapti. Nima uchun rahbarlariga ham ko'rsatma beryapti, ular qamalmayapti? Shunisi menga qiziq. Yosh umri ketib, o'g'lim qamalyapti 8 yilga. Lekin rahbarlarga ham ko'rsatma, iltimosnoma ham kirityapti yozma ravishda. Lekin rahbarlar qamalmayapti. Shular buyurdi deyapti. Farruhni qamatib olaylik. Farruhga ko'rsatma ber deb aytdi deyapti. O'g'lingizni sanoat energetika o'sha xodimlar bilan ziddiyati bormi o'rtasida? O'g'limni sanoat energetika guruhida hech kim bilan ziddiyati yo'q. Faqat 1-2-3 oy joyini bo'shat deb aytgan. Transport otdel boshliqlari aytgan. Uni boshqa rahbarlar aytmagan. O'zini transport otdeldagilar aytgan. O'g'lim yoshlik qilganmi, joyini bo'shatmagan. Asos ko'rsatib bering, nima sababdan men bo'shayman bu ishdan degan, tortishgandir, boshqa qilgandir. Joyini bilmaganda o'g'lim. Yana bir narsa, hozir o'g'limni bo'ynida 32 million kredit ham bor, 46%dan. Anor bankdan.
boshlig'i oldirtirib, Begimqulov o'lmasga tashlattirgan. Begimqulov o'lmas, uni pul qilib boshlig'iga bergan. Hozir u kredit ham bo'ynimizda turibdi. Bank ham har kun garang qiladi. To'lang deydi. 3 oy to'ladim, 3 oydan keyin to'la olmayman. 4 million qancha to'lanar ekan oyiga. Men uni to'la olmadim. Uni ham foizi ko'payib ketgan. O'g'limning hayoti butunlay barbod bo'ldi. O'qishi qolib ketdi. Uylanish to'yini to'xtatib yubordilar. Umri xazon bo'lib ketyapti. Bu yoq qarzga botirib tashladilar, o'zini qamattirib yubordilar. Iltimos, prezident yordam bering. O'g'lim bilan tergov bo'lgan jarayonda advokatsiz tergov qilgan. O'g'lim gapirmagan gaplarni ham yozgan. O'g'lim bilan aytmagan, ha olib tashlaymiz degan. O'g'lim buni aytdingmi? Yo'q, aytmadim degan. Sudya so'rayapti. Muborak sudi. Yo'q, buni aytganim yo'q edim men dedi. Tergovchiga aytdim O'lmas Ashurovga dedi. Advokatim yo'q edi dedi. Advokatsiz tergov qilgan. O'g'lim gapirmagan gaplarni ham yozib qo'yibdi. O'lmas Ashurov nima? Zvoniyasi ko'tarilishi uchun shu ishni qilgan deb eshityapmiz. Javob bersin, tergovchi ham kelsin. Sudga kelsin, sudda muzokara, sudni boshi yaxshi o'tyapti, oxirga borib yopilyapti sudni. Ikkinchi sudda ham yaxshi ketyapti. Hozir ham yaxshi ketyapti. Kecha birdan muzokara kiramiz deyapti. Bu nima? Lekin kamomati yo'q deyapti-ki tashkilot. Bular nima uchun qamab o'tiribdi? Sabab nima? Sababini ko'rsatib bersin. Sababi yo'q-ki, sababsiz qamalyapti. Isbotlab bersin, qamasin. Isbotsiz qamalyapti. Sudyalar qayerga qarayapti? Sudyalar shunday bo'ladimi? Biz televizorlarga ko'rganmiz, sudyalarni ko'ramiz, advokatlarni ham ko'rganmiz. Qanaqa tortishganlik? Advokatni ham sindirib qo'yapti. Kim qilyapti buni? Kim? Orqasida kimdir bor bularni. Kimdir bor. Topish kerak, qilsin. Yeganlarni qamasin. O'sha qancha 345 tonnani 42 kunda bular 8 vagon narsani qayerga olib ketgan? Yo bir bakalashga topib bersin uyimdan. Birontasini uydan hech nima chiqmagan-ku. Qani? Birontasini o'g'irlik ustida ham ushlasin. Begunoh odamlar ko'p qamalgan. Mana boshimga tushib ko'rdim. Begunoh juda ko'p. Erta chiqsa ular qanday odam bo'lib chiqadi? Qanday inson bo'lib chiqadi? Nafrat, O'zbekistonga nafratlanadi. Masalan, shaxsan men agar begunoh balam uchun men o'zim ham nafratlanaman. Nafratlanaman. Nima uchun? Kim qaraydi bunga? Kim qaraydigan odam bormi, yo'qmi? Yo faqat boy yashaydi, kambag'al oyoqdagi bo'lib o'tib ketadimi? Puli bor yashaydi-da, puli yo'q qamalib ketadimi? Kim qaraydi? Prezidentimiz sudyalarga bir haqiqatga tik boqinglar deyaptilar. Bular nima qilyapti? Haqiqatga tik boqmayapti. Tashkilot aloqa xati beryapti o'g'irlik bo'ldi deb. Biz balansini so'rayapmiz o'g'irlikda haqidagi. Tashkilotingda o'g'irlik bo'lgan bo'lsa, moliya balansing qaysi hisobotida so'rayapmiz? Bering deyapmiz, bermayapti. Nima uchun berish kerak-ku? Haqiqatni ko'rish kerak-ku. Sudya shu haqiqatni yuzaga chiqarish kerakmi? Sudyalarimiz so'ramayapti. Nimaga so'ramayapti, uni biz bilmaymiz. Qachongacha ezilamiz, kim yordam beradi bilmadim. Lekin iltimos qilaman. Farzandlarimiz ichkariga qolib ketmasin, yosh umri xazon bo'lib ketmasin, o'qigan institutga o'qiganlari bekor bo'lib ketmasin. Katta o'g'lim yuridikka o'qiyapti. Onajon o'rganga haqiqat yo'q. O'qishimni tashlab ketaman, ishlamayman deydi. Katta o'g'lim 4-kursni bitirdi, yuridikni. Haqiqat yo'q ekan, ko'nglim qoldi bu sohadan deydi. Prezident, iltimos sizdan farzandlarimizni shu nohaq tuhmatlardan haqiqat yuzaga chiqib qamoqdan chiqishiga yordam bering. Sudyalarimiz hukmni haqqoniy o'qisin, nohaq hukm o'qimasin. Zakaz bilan kiryapti bular. Zakaz bilan kiryapti deb eshityapmiz. Erta bular yemagan somsaga pul to'lab o'tiribdi ichkarida. Erta alamzada bo'lib
Bu keyin qilmaydimi? Keyin qilmaydimi? Kim kafolat beradi? Inson o'zidan yasab qo'yapti. To'g'rini o'g'ri qilib qo'yapti ichkariga qarab. Qani erta chiqadi-da, erta chiqadi, alamzada bo'lib chiqadi, boshqa narsa bo'lib chiqmaydi. Kim kafolat beradi? Erta yosh bolam aytishi mumkin, qamalib kelgan deb. O'g'lim nimadir qilib qo'yishidan qo'rqaman. Nimadir qilib qo'ysa qanday qilaman? U yemagan somsa chunki pul to'lab o'tiribdi hozir. O'tiribdi. Yosh bola har xil odamni ko'ryapti. U yerda o'g'ri bor, boshqa bor, har xil odam bor. U ularni ko'rib qanday odam bo'lib chiqadi? Hammalaringizni ona tuqqan. O'zbekistonda haqiqat yo'q, Qashqadaryoda umuman yo'q. Umuman sudyalarida umuman yo'q. Boshiga yaxshi gapiryapti, yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Qani? Isbotlasin, mayli. Isbotlamadi. Isbotlamasa ham hukm o'qiyapti. Nima uchun? Isbotlab bersin. O'zlari ekspertiza qildiryapti. Ekspertizada ham kamomad, o'g'rilik topilmayapti, aniqlanmayapti. Biz qilmayapmiz. Taftish xulosasi beryapti, unda ham topilmayapti, lekin hukm o'qiyapti. Sababini tushuntirib bering desa tushuntirib bermayapti. Birinchi instansiya 8 yil hukm o'qidi, ikkinchi apellyatsiya sudi shuni o'z kuchida qoldirdi o'g'limga. Nimaga asosan o'qiyapsiz desa, isbotlab bera olmayapti. Transport отдел boshlig'i Suhrob Rustamov, o'g'limning boshlig'i u. Muzaffar Farruh Qalandarishda boshlig'i. O'g'lim o'shani ruxsatsiz umuman nafas ola olmasdi desam ham bo'ladi. Shanba bozor ham ishlatardi, otpuskada bo'lgan vaqt ham ishlatardi. Eng qizig'i o'g'rilik jarayonida o'g'lim uchebni otpuskada bo'lgan, o'qishda bo'lgan. O'qish jarayoni ketgan. Begimqulov o'lmas o'sha vaqtda 45 kun mobaynida ishlagan. O'g'rilik sodir etilgan vaqtga u otpuskada bo'lgan o'lmas. O'lmasdi 45 kun mobaynida o'g'lim savol beryapti. Transport отдел boshlig'iga yo sudyalarga aytyapti. Suhrob bordi, Suhrobga savol berdi. Bizani shofyorlarimiz 8 dan 8 gacha qayerda bo'ladi desa, 8 dan 8 gacha ish jarayonida bo'ladi deyapti. Ishdan keyin qayerda bo'ladi deyapti. Mashinalar garajda bo'ladi, shofyorlar ofisdaga bo'ladi deyapti. 45 kun mobaynida o'g'rilik jarayonida o'lmas ishda bo'lgan. Farruh o'qishda bo'lgan. Zavushni o'qiydi o'g'lim. Endi qarang, u ofisdan chiqib ketsa, uni nima deydi? Qo'riqlov xizmati bor-ku, chiqib ketgani uchun javob beradi. Axranalar bor. Ammo mashina garajda turibdi. Qanday o'g'rilik sodir etadi? O'g'lim aytdi, undan chiqdi, men bilan emas, sizlar bilan qilgandir o'g'rilikni dedi-da boshlig'iga. Haqiqatan to'g'ri-da. Ofisdaga tursa u kechasi, mashina garajda tursa, ofisdan chiqib ketsa, u axrana javob beradi, kirdi-chiqdi kamerasi bor-ku ularning. Qanday o'g'rilik sodir etiladi? Yozgan ssenariysi shoshma-shosharlik bilan qilganda bular. Tergov butun xato. Bir tomonlama tergov qilingan. Lekin tergovchi haqiqatan ham sudga kelib javob berish kerak. Nimaga asoslanib bularni ichkariga o'g'ri deb aytyapti? Gumonlanuvchi qilib kiryapti-da, o'g'ri deb chiqaryapti, qamayapti. Isbotsiz. Isbot yo'q, dalil yo'q. O'zingiz ham o'ylab ko'ring, 345 tonnani neftni o'g'irlab bo'ladimi? 42 kun mobaynida. Bir kunga 15 tonnadan o'g'irlasa tashkilot ko'rmaydimi? Kunduzi o'g'irladimi uni, kechasi o'g'irladimi uni? Yana motorcha bilan deyapti. Motorchasi o'zi qancha tortadi? Uni katta mashinaga olib chiqmasa, u bachokchalar bilan o'g'irlaganmish. 10 litrlik, 20 litrlik bachokcha bilan o'g'irlab bo'ladi. O'g'irlaganda ham kimga sotadi? Qani zavod bormi ishlab chiqarishga? 345. Neft hech qayerga ishlatib bo'lmaydi-ku.